alkogolli ichimliklarni ommaviy joyda reklama qilish, targ'ibot qilish taqiqlab qo'yilgan. Noto'g'ri, mana 3-yil davom etyapti. Nega? Birinchidan aholi o'rtasida o'tkazish, bu aholiga qarshi borish, ularning haq-huquqini poymol qilish. Uning ichida pivo targ'ib qilinib, yoki maydalik aroq targ'ib qilinib, vino targ'ib qilinib o'tkazilgan bo'lsa, bunga chora ko'rish kerak. Yoshlar qo'llab-qo'yapti. Nima endi biz boshqa mamlakatlardan chekka qolib, boshqa mamlakatlardan bu borada chekka qoladigan bo'lsak, qolaylik. Agar shu qadar pozitiv ruh qoldirganda bu tadbirning tashkilotchilari biz hozir oldimizda o'tirishgan bo'lardi. Barakalla. Jamoatchilikning qarshiligini qanday qabul qildingiz? Bu qanaqadir bir shu eski qarashlarga bo'lgan moyillik va konservatizmmi yoki bo'lmasa davlatni, jamiyatimizni kelajagidan xavotirmi sizningcha? Ommaning ruhi har doim zamonaviy taraqqiyotdan orqada qolib boradi. Men ham yangi zamon ayoliman, Xudoga shukr. Lekin meni qadriyatimda, qonimda sharqona ta'lim bor, sharqona tarbiya bor, sharqona axloq bor. Nimaga ularning hammasini pivo ichdi deb tasavvur qilyapsiz? Qo'lida hammasini qo'lida ko'rdingizmi? Pivo ko'rdim men shaxsan. Tadbirni o'tkazganlar aybdor emas. Tadbirni o'tkazishda aytaylik boshqa tomonga burganlar aybdor. Lekin borganlar, to'g'ri aytdingiz. Nima ichganlar, borganlar, nima ichganlar, o'zini qanday tutganlar bu xalqning ichidagi ommaviy madaniyatning shakllanmaganligi. Lekin borganlarni ham aybdor sifatida ko'rsatmagan bo'ladi. Men ham ko'rsatmayman. Siz ko'rsatyapsiz? Yo'qda. Aynan jamoat tartibini jiddiy saqlash masalasi. Qayerda? Jamoat tartibi buzilganmi? Ertalabgacha to'polon bo'lgan, ertalabgacha. Muammo bizni blogerlarimizdami yoki jamiyatimizni talabidami? Mana shu Rossiyaga borib, Moskvaga borib, bizning millatimizga bu o'zbek degan so'zni ta'siri odamga juda yuragiga qattiq bosadi.